Meditatsiya orqali inson salbiy his-tuyg'ularni his qilmaslikni o'rgansa bo'ladi. Albatta, meditatsiya orqali salbiy his-tuyg'ularni his qilmaslikni o'rgansa bo'ladi va siz o'zingiz istagan his-tuyg'ularni o'zingiz istagan darajada his qilishni o'rganishingiz mumkin. Bu uchun inson meditatsiyada ko'p vaqt kechirishi kerak. Imkoni boricha qancha meditatsiyada inson ko'p vaqt kechirsa, o'zini sokinlik, xotirjamlik holatiga keltirishni o'rgansa, siz istalgan vaqtingizda sizda g'azab uyg'ongan, nafrat uyg'ongan yoki jahl chiqqan paytda xotirjamlik holatiga kelishni, sokinlik holatiga kelishni istaganingizda, shu salbiy his-tuyg'ularni his qilishni istamasdan boshqa holatni o'zingizda his qilishni xohlaganingizda, siz bir joyga borib, yolg'iz o'zingiz meditatsiyaga o'tirib shu holatga tushishingizni hojati qolmaydi. Chunki bu tana darajasida odatga aylanib qoladi. Bu birinchi etapi. Agar siz meditatsiyada takror trenirovka qilib, holatingizni xotirjamlik holatiga keltirishni o'rganib olsangiz, bu holatdan, xotirjamlik holatidan siz o'zingizda zavq holatini, siz o'zingizda quvonch holatini ham yaratishni o'rganasiz.